بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم. Biz bu Qur'onni sana vahiy qilish bilan eng go'zal qissalarni bayon qildik. Qabil nima qilay deysan? Seni öldürmen. Men qara, shuni bilginki, sen meni o'ltirsang, buning jazosini cho'qim tortsan. Sen meni o'ltirsan, ammo men yo'qib ketmayman. Bir kunlarda yana uchrashimiz. Albatta, o'limdan keyin qayta tirilamiz. Chunki bu dunyodan boshqa bir dunyo, boshqa bir hayotmi bor. Biz u dunyoni oxirat deymiz. U yerda o'lim yo'q. U joyda abadiy bir hayotlik bor. Bu dünyada neymiş qilsak, u dünyada bununla qarta bir hayatda yaşaymiz. Qiyomat kuni bütün insanlar bir yerga toplanadi. Sana ma'lum bo'lgandek, farishtalar insonlarning qilgan yaxshilik, yomonligini amal dafteriga yozatdi-ku. Mana u daftar u yerda insonlarning oldida ichilib, qilmish atmishlarining hammasi, hatto inchki tafsilotigacha so'zlanadi. Mizan deb atalgan tarozida insonlarning amallari tortiladi. Şapaatga loyiq bo'lganlar shapaatga, kechirimga loyiq bo'lganlar kechirimga erishadi. Jannatlik bo'lganlar jannatga, jahannamlik bo'lganlar jahannamga kiradi. Kafir, mushrik, munofiqlar mangu jahannamda qoladi. Mo'minlardan kechirim qilinmay qolgan gunohkorlar bir mezgil jahannamda jazolanib, keyin jannatga yerlashtirildi. Og'zingni yum. Bu so'zlaring bilan qo'limdan qechib qutlanmaysan. Anladingmi? Men sendan qo'rqmayman. Dal-daraxtlar bahar atiyozda qandoq yashirib ko'klab chiqqan bo'lsa, men va jonliqlarmi o'lgandan keyin oxiratda ashundoq tirilamiz. Bo'ldi, og'zingni yum. Sen nima desang-da, seni o'ltirgan. Unda qilma Qobil. Sen meni o'ltirib nimaga erishsan? Hammaga. Sen ega bo'lgan hamma narsa mening bo'ladi. Biz shuning bilan oxiratga iymon etishni o'rgangan bo'ldik. Bu haqda men bir necha yig'i so'zlab beray. Albatta onasi, quloqimiz sizda. Balalarim, insonlar uchun 3 olam bor. Onasidan tug'ilib vafotigacha dunyoda yashagan inson o'lim bilan tang qabr dunyosiga ko'chib ketadi. Qabr hayoti inson o'lib qabrga kirgandan boshlab yangidan tirilishigacha davomlashadi. İsrafil alayhissalomning sur chilishi bilan yer yuzidagi butkul jonliqlar o'ladi. Tog' davollar, osmon zamin kukum talqon bo'lib, yer yuzi hech bir jonliq yashay olmaydigan qop-qorong'u qumli holatiga keladi. Mana bu qiyomat qayimdir. Balalarim, sur chilishning qanday mohiyati borligini bilmaymiz. U balki Alloh taolaning qiyomatning boshlanishiga berilgan amr farmonini ifodalashi mumkin. Biz insonlarning hamma narsani bilmaydiganligini degan edik. Sur chilish dal shularning biri. Şuna biz mahiyetini bilmesek-mu, ularga iman keltirishimiz kerak. Biz bendiler qiyomatning qandoq bo'ladiganligini bilishga majbur emasmiz. Biz iman, ibodat, axloqimizdan mas'ulmiz. Bizning vazifamiz Alloh taolaning amr farmonlarini o'rinlash. Bir kuni cho'qim hisobga tortilganligimizni bilib, uningga qarata tayyorlik qilish. Qolg'ini Allohning taqdir irodasi. Alloh taola nihoyatda qudratlik. Bendilerge nahayeti mehribon. U bendilerinin yamanlığını arzu qilmaydi. Allah Taala bendiler üçün güzel, paydalı narsalarni arzu qildi. Bular odamning tinini shurkamtiradigan gaplarkan. Ey Rabbim, bizga yordam qil. Amin. Ana qiyni digine oxiri yana qandoq bo'ladi? İsrafil alayhissalom Allah Taala iroda qilgan bir vaqtda ikkinchi qatim sur chaladi. Bunun bilan butkul insonlar yangidan tirilib, Mahshar nomli keng, tüptüz bir maydonda to'plandi. Shuning bilan insonlar mangu qoladigan oxirat dunyosiga o'tadi. Mana bu iymonning 5-sharti bo'lgan
oxiratga ishonish. Bizga bergan ma'lumotlaring uchun ko'p rahmat jinim ana. O'limdan bak qo'rqaman. Nemishqa qo'rqsan? Nimadan bo'ladi? Shu hisob kunidan qo'rqmamdin. Bizmi hisob beramdiq texi? Nima deydigansan? Yo'q do'stim, biz hisob bermaymiz. Nimishqa bermaymiz? Bizmi Alloh taoloning yaratgan mavjudotlarga. Qo'rqmanglar. Qiyomat kuni faqat insonlarla hisob berdi. Uf, ko'p shukr, bizga hisob yo'qkan. Balalar, insonlar so'roqqa tortilgandan keyin Allohning amr farmonlariga itoat qilganlar jannatga, itoat qilmaganlar jahannamga kirdi. Buningdan keyin o'lim bo'lmaydi. Jannat va jahannam hayoti mangulik. Bu sababdan bu o'tkinchi o'lim bo'lgan dunyo hayotida oxirat hayotining mangulik bo'lganligini unutmay, puxta tayyorlik qilishimiz kerak. Oxirat hayoti uchun tayyorlik qilish deganlik Allohning amr farmonlariga bo'ysunish deganlik. Oxiratda hamma kishi bu dunyoda qilgan etganlarining natijasini ko'rdi. Atrofga qaraydigan bo'lsangiz, dunyoda mangu yashagan birasi bormi? Hamma kishi o'lib tugaydi. Amaliyotda o'lim oxirlashish emas. U bir boshlanish. O'limdan faqat o'limga tayyor bo'lmagan, ya'ni Allohga iymon etmagan, Allohning amr farmonlarini ijro qilmaganlar qo'rqadi. Shunga o'lim biz musulmonlar uchun qo'rqinchli bir narsa emas. Aksicha o'lim Alloh taolaning roziligiga va jannatga erishish demakdir. Jannat insonlarning orzu qilgan hamma narsa cheksiz berilgan yerdir. İnsanlar dünyada arzu qilganligi hamma narsaga erisholmaydi. Chunki dunyo hayoti fani, ya'ni o'lim bo'lgan cheklik hayot. Bular oxiratning oldida hech narsa emas. Butkul koinotni yo'qdan bor qilgan Alloh taolo uchun oxirat hayotini cheksiz jannat ne'matlari bilan yaratish hech qiyin emas. İmanning 5-shartini o'rganib o'tdik. Oxirini davomlashtiraylik.